Oxirigacha ko'rsangiz, albatta narxlarini ham aytib o'taman. Fotonni olasizmi yoki kumush fotondan, bu o'zingiz tanlovingiz. Bizga va umumiy lyustramizga 1 yil kafolat beriladi. Assalomu alaykum, O'rman kompaniyasining YouTube kanali obunachilari. Bugun sizlar uchun yana yangi lyustramizni obzorini qilib beramiz. Siz esa hoziroq obuna tugmachasini bosib qo'ying. Demak, bugungi obzorimizda bu lyustramizda 5 xil rangi bor. Mana bu tarafda ko'rishingiz mumkin. Bu ranglari bo'yicha hozir bitta-bitta tanishtirib o'taman. Lyustramizning umumiy ko'rinishi shunaqa bo'ladi. Ya'ni bu lyustramiz shakli nisbatan milliy naqshlarga boyitilgan. Ya'ni mana gullarimizdan foton gullar. Oldingi gullarimiz bilan boyitilgan. Bu lyustralarimizni ko'proq vohadagi yurtdoshlarimiz olishyapti. Ya'ni yaxshi ko'rib olishyapti va ayniqsa Tojikistondagi deylik qo'shnilarimiz ham olishyapti. Hop, lyustramizni umumiy MDF dan qilib ishlangan. Ya'ni mana bu materiallari MDF dan. Bu bezaklari foton gullardan bezatilgan va plafonlari bor. Deylik 6 ta plafoni bor, o'rta qismida kattaroq plafon bor. Bu plafonlarimizga va umumiy lyustramizga 1 yil kafolat beriladi. Xo'p, ranglari, buni rangini arix rangi deyiladi. Ko'rsangiz bo'ladi, hozir bu salafanda nisbatan bekilib turibdi. Mana salafanda ichidan ko'rsangiz shunaqa rangda bo'ladi. Bu lyustramiz rangi arix bo'ladi. Xo'p. Bunimizni rangi oq va fotonda rangi ham kumush bo'ladi. Bunda ko'rgan bo'lsangiz, fotonda rangi tilla edi. Ko'rsangiz bo'ladi, foton rangi tilla edi. Bunda fotonimizning rangi kumush. Deyarli naqshlari bir xil, faqat farqi MDF rangida va foton rangida bo'lyapti. Oxirigacha ko'rsangiz, albatta narxlarini ham aytib o'taman. Bo'p, demak bunimiz rangi MDF rangi oq va foton gulimiz ham rangi oq bo'ldi. Xo'p. Mana endi esa MDF rangi oq, lekin foton gulimizni rangi tilla bo'lyapti. Bu ham o'ziga yarasha chiroyli ko'rinish beradi. Ya'ni patologiyaga qo'yganda, misol uchun tilloga tortadigan ranglar bo'lsa, fotonni tillosini tanlasangiz bo'ladi. Xo'p. Bu tarafda endi vengi rangimiz. Bu vengi rangimizni kumush fotonga bezatilgani. Va bu lyustramizda ham aynan shunaqa gullar va plafonlar bor. Xo'p, keyingi rangimizga o'tsak, bu ham vengi rang bo'ladi, faqat tillo rangdagi foton gul bilan bezatilgan. Bu ham deylik, agar siz mabodo aynan shu modelimizni olmoqchi bo'lsangiz, sizda ikkita tanlov bo'ladi. Deylik, vengi rangi yoqsa, tillo fotonni olasizmi yoki kumush fotondan, bu o'zingiz tanlovingiz. Bu lyustralarimizni ko'proq darvozaxona yoki ayvon yoki mehmonxonalarga qo'ysa mos keladi, chunki deylik, uzunroq yoki kengroq patologlarga mos keladi. Lyustramizning narxi 370 ming so'm bo'ladi. Agar siz optim olmoqchi bo'lsangiz, aynan shunaqangi lyustralarda savdosi bilan shug'ullansangiz, yana ham kelishtirilgan narxda qilib beriladi. Buning uchun quyidagi raqam bilan bog'lansangiz batafsil ma'lumot berishadi yoki showroomimizga tashrif buyuring, ya'ni ishlab chiqarish joyiga. Yana ham yaxshi bo'ladi. Manzilimiz Farg'ona viloyati Sapka-Kurkka kelib, telefon qilsangiz, operatorlarimiz sizga to'liq ma'lumot berishadi yoki kommentariyada manzil so'rasangiz, unda ham javob beramiz. Xo'p, obuna bo'lib, videolarimizni kuzatishda davom etinglar. Sizlar uchun yangilik qilishda davom etamiz.